Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Dilisi Jaloliddinov O'zbek kanali. Bugungi videoda biz o'zbekistonlik yagona Dilisida hozirda Dilis 26 da mavjud bo'lgan Abduqodir Husanovni full qilamiz va bizda 79 ta fitness va bitta ko'k fitness kuchaytirgichimiz bor. Bu akkauntni menga bir obunachim topib berdi. Bu obunachimizga albatta sezon pas sovg'a qildik jigarlar. Agarda Husanovni full qilishimiz va Husanovni muxlislari albatta shu videoga bitta like bosib qo'yamiz jigarlar. Ko'rib turganingizdek Husanovda tezlik 90, tezlanish 71, stamina 63, str 78, tackling 77, zarba 34, pas 70 va kontrol 67. Xo'p jigarlar, biz Husanovdan tepadan 400 chiqarishga harakat qilib ko'ramiz. To'g'rirog'i 300 chiqarganlarni ko'rdim, 4 ta chiqmasa kerak. Stamina darajasi biroz pastroq bo'lsa, 90lar bo'ladigan bo'lsa, keyin tackling va kontrol darajalariga ham biroz kuchaytirishlar tushirishga harakat qilamiz. Ya'ni 3-4 ta texnika ham bosishimiz mumkin. Xo'p jigarlar, albatta sizlarga bir ma'lumot haqida ma'lumot beraman. Ya'ni hozirda bilasiz, Dilisida yashil kartali o'yinchilar kelgan va ularni olish uchun albatta bizlarga agentlar kerak bo'ladi. Agentlar uchun olmoslar kerak. Shu sababli tanga olmos yig'ish xizmati bor menda. Telegramdan albatta menga murojaat qiladigan bo'lsangiz, bemalol sizlarga tanga olmos Vietnam orqali albatta yig'ib beriladi. Xo'sh, bizda bitta kuchaytirish bosganimizda Husanov 75 bo'ldi va plus 11 kuchayishi mumkin. Xo'p jigarlar, bemalol Telegram kanalimga ham o'tib qo'yishingiz mumkin. Telegram kanalim video opsiyaniyasida va kommentariyada pin holatda bo'ladi. Xo'p, bilasiz, Husanov tezlik 90 darajada. Bu tezlikda Dilisida himoyachilar uchun eng kerak bo'lgan narsalardan biri bu tezlik bo'ladi. Va eng tezkor himoyachilardan biri. Husanov menimcha keyinchalik Dilisida 76, 78 va 80 darajaga ham erishishi mumkin. Hattoki 85lar ham bo'lib ketishi mumkin agarda Van Dijklardek O'zbekiston bayrog'ini osmonlarga ko'tarib, Van Dijklardek himoyachi bo'la oladigan bo'lsa. Albatta biz umid qilib qolamiz bunday himoyachi bo'lishiga va bizda birinchi break horse bo'lmoqda. Bizda ko'proq break horse'lar bo'ladigan bo'lsa, albatta 75 darajada full qilingan bitta screenshot ko'rdim. Aniq ishonchli manbadan emas, lekin shunday screenshot ko'rib qoldim va mana yana bizga break horse tezlik 93 bo'lib ketdi, 94 tezlik, 95 tezlik. Jigarlar, bilasizlar, Dilisdagi eng tezkor himoyachi Miski Van de Ven 94 darajada tezligi va bizning Husanovdagi 90. Bu degani orasidagi farq 7 daraja, ya'ni Husanov 74 kartada, Van de Ven esa 81 kartada va Husanovni 81 qiladigan bo'lsak, albatta tezligi deyarli 100 ham bo'lib qolsa kerak, yaxshi kuchayadigan bo'lsa. Lekin texnika darajalari biroz pastroq. Husanovda bilasiz, paslari va taklinglari 77 ga 70, paslari juda yaxshi. Zarbasi 34. Misol uchun Van Dijkda zarba adashmasam 56 bo'lardi. Husanovning zarbasi biroz pastroq. Va bizda kuchaytirishlar davom etmoqda. Tezlik 97, tezlanish 87 adashmasam, yo'q 84 ekan, str 88. Xo'p jigarlar, bizda ko'rib turganingizdek fitness kuchaytirgichlar agarda yetmay qoladigan bo'lsa, biz videoni biroz to'xtatib turamiz va bir ikkita o'yinlar o'ynab kuchaytirishlar yig'ib kelib yana kuchaytirish bosamiz. Chunki bizda 80 ta kuchaytirish yig'ib berdilar. Bu yerda 79 ta fitness bittalikdan va bitta 4 ta kuchaytirish tushadigan ikkitalik kuchaytirgichimiz bor edi va 83 ta kuchaytirgich qo'shilardi agar hammasini qo'shib bo'lganda Husanovga. Menimcha Husanov 85 yoki 86 ta kuchaytirishlarda full bo'ladi. Chunki himoyachilarga ko'proq kuchaytirish ketadi, himoyachi va hujumchilarga ko'proq kuchaytirgichlar ketadi. Fitness bosganda, yarim himoyachilarga esa texnika bosganda ko'proq kuchaytirishlar ketadi. Xo'p, Husanov o'zi 80 darajaga yetib qoldi. Tezlik 98 va tezlik break horse natijasida plus 3 daraja qo'shilib 100 bo'ldi. Ideal holatda kuchaymoqda hozircha Husanov. Ko'rib turganingizdek, bu adashmasam 3 yoki 4 break horse bizda. Strga yaxshi kuchaytirishlar tushmoqda. Str 94 bo'lib ketdi. Bizda stamina biroz pastroq. Bu yaxshi degani, stamina juda ham past bo'lsa, 85lar bo'lsa ham mayli, keyin texnika bosishni ham ko'ramiz. Bizda ikkitalik kuchaytirgich ham bor albatta.
Husanovdan hech bo'lmaganda 300 va str darajasini, to'g'riroq stamina darajasini balandroq qilib qo'ysak, 90lar qilib qo'ysak ideal bo'lardi. Hozirda 90 tezlanish bo'ldi. Stamina esa 77. Str 97. Staminaga tushmoqda kuchaytirgichimiz va yana staminaga. Bizda 16 tagina kuchaytirgich qoldi. Bittaligidan 15 ta, 14 ta va bizda 2 ta yuz chiqarib olaylik. Hozircha shu kuchaytirishlar qolmaganda va yana break horse staminaga tushganda break horse bo'lmoqda. Ketma-ket staminaga kuchaytirgichlar tushdi va tezlanish yana stamina. Str 99 va yana stamina balandlashib ketmoqda borgan sari. Va yana staminaga tushmoqda. Stamina 88 bo'lib ketdi. Va mana bu yerda 15 ta olmosga bitta darvozabon kuchaytirgich bosilib ketdi adashgan holatda. Endi Husanovga yana kuchaytirishlar bosishda davom etamiz. Stamina 90 bo'ldi. Va bizda 2 ta 100 chiqarib oldik. Speed 100, tezlanish 91, tezlanish 92 bo'ldi mana. Va so'nggi kuchaytirgichimizda 93 tezlanish, 90 bo'lmoqda. Stamina darajasi. Xo'sh, ikkitalik kuchaytirgichni bosmaymiz va endi menimcha o'yin o'ynab kelsak ham bo'ladi. Husanov yaxshi kuchaydi. Albatta jigarlar, Husanovni sizlarga kuchaytirishim yoqayotgan bo'lsa, albatta videoga like bosib, kommentariyada omad deb yozib qo'ysangiz menga motivatsiya bo'lardi. Va ikkita kuchaytirgich yig'ib keldik va bizda olmos ham bor albatta. 27 ta olmos bor. Unga ham bitta kuchaytirgich bossak bo'ladi. 3 ta ikkitalik kuchaytirgich bilan 7 ta kuchaytirgich qo'shsak bo'ladi Husanovga. Hozirning o'zida ko'rib turganingizdek, stamina darajasiga kamroq qo'shiladigan bo'lsa, tezlanishdan 100 chiqarsak bo'ladi, lekin qiyin. Va yana staminaga kuchaytirgich tushmoqda. Stamina 92 bo'ldi va olmosga ham kuchaytirgich bosib ko'ramiz. Bittalik kuchaytirgichdan va yana staminaga 93 ga 93 bo'ldi. Endi ikkitalik kuchaytirishimizni bosib yuboramiz. Menimcha Husanov full holatiga yetsa ham kerak. Usullar qo'llab esni bosamiz va bizda break horse. Husanov hali full bo'lmadi, lekin menimcha 96 dan bo'ldi. 196 96 100. Husanov ideal kuchaymoqda hozircha va yana bir marotaba videoni to'xtatib turaman va o'ynab kelib yana Husanovni kuchaytiramiz. Kuchaytirgichlar qolmay qoldi, bilasiz. Break horse'lar yaxshi bo'lmoqda albatta. Endi ikkitalik kuchaytirgichdan bitta bosadigan bo'lsak 100 bo'lardi, balki 75 bo'lib full bo'lishi mumkin edi, lekin bizda kuchaytirgich yo'qligi sababli mana bu yerda bitta kuchaytirgich va yana tezlanish 97 bo'ldi va yana full bo'lmadi. Yana bir marotaba o'ynab kelamiz va bu safar bizda olmos bor, 25 ta olmos yig'ildi. Bizda 45 tangalik darvozabon chiqqan. Darvozabon kerak emas, tangamiz yetmaydi olishga. O'yinchi olish uchun arzon o'yinchi yo'q. Shu sababli olmosga kuchaytirish bosib yuboramiz va Husanov full holatiga yetdi. Tezlanish 98 bo'ldi. Tezlik 100, tezlanish 98, stamina 96, str 100. Husanovni full qilganim albatta sizlarga yoqqan bo'lsa, jigarlar videoga like bosib, tanishlarimizga tarqatib tashlaymiz jigarlar. Video menimcha ideal bo'ldi. O'zbekiston futbolchisi albatta 3 talik forum bosganimda Husanovdan albatta 4 ta 100 chiqar edi. Xo'p jigarlar, hammaga videoni ko'rganingiz uchun rahmat deb qolaman. Albatta tanga olmos yig'ish xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Telegramdan menga murojaat qilishingiz mumkin. Telegram kanalim video opsiyaniyasida va kommentariyada bo'ladi. Hammaga xayr, sog', salomat bo'ling.